Hammaga assalomu alaykum, jigarlarim, do'stlarim, yaqinlarim. Hammaga kir. Xo'p, hozir biz ishdamiz. Maktabda kompyuter xona uchun set rezetka tayyorlab beryapmiz. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Mana lazerga qo'yib, tekis qilib, chiroyli qilib taxlab chiqyapmiz. Shunday qilib taxlab ketyapmiz. Xo'p, bu yerda esa men azoblanish xizmatini o'tayapman hozir. Chunki joy silishkim kalta, lishni kabel qoldirish kerak emas. Mana shu bardakni shu yerga to'g'rilab, taxlab chiqish ishini o'tayapmiz deganday. Bo'shda qilib yurganlar juda ham yaxshi bilsa kerak, qanaqa azobligini. Bitta kis, buni taxlash, tikri och, to'g'irlash, tikrini qo'y, keyin joyiga tiq. Nolimaymiz, Xudoga shukr. Hamma ishda ham o'ziga yarasha qiyinchilik bor. Hozircha shu ish bizda. Kuzatib boringlar kanalimizni, Xudo xolasa tayyor videolarni qo'yib boramiz.